Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda 1984 namlıq romanның davamı. Dukandar əmdila bir asma may çırağını yandırıb olub, bir xil yıqımlıq puraq çıqırıb turatdı. O 60 yaşlar çağımısıdaki səlpəl donğuyub qalğan, burunları uzun, qilin közəynikinin arqısıdaki közləri yıqımlıq göründiğən adam idi. Onun çaşları digüdək oqırıb ketken. Amma qaşları şundaq quyuq və qara idi. Onun közəyniki yenik sipahi yürüş turuşları, kiyivağan konu qara çapını, onu xuddi qağaz yazıq işləri bilən şoğlundığan bir ziyalı idək, yoki bir muzikantdək göstərdi. Onun avazı sel tövən, amma yumuşaq olub, talaffuzi köp sanlıq proletarlarninkiga o'xshash buzilib ketmagan idi. Sizni ko'chada chig'ingizda to'nigan edim, dedi u darhalla hamda heliqi yosh ayolning albomini setib olgan sizg'u. Qog'ozlari bakmi chiroyli edi. Qoymoq qog'oz deb atiladi. Bundaq esil qog'ozlar 50 yilning yoqi yo'qchimi? dedi u ko'zaynikining ustidan Winstonga qarab. Men qippagudak ish bormi apandim? Ya mundaqli bir qarab baqay deganmidingiz? O'tib ketayotgan edim, dedi Winston. Qarab baqay dedim shu. Biror narsa lozim emas. Umu bo'pti. Chunki mendimi sizga lozim narsalarmi yo'q meningcha, dedi u kechirim so'ragandek ishorat bilan. Do'konnimi ko'rdingiz? Qop-quruq deb qolgansiz aqchan. Sizgil deyman. Asari atiqa sodisining quyruqini qum bosdi. Kishilarmi bir narsa ammas bo'lib ketdi. Hem malmo yo'q hozir. Öy jihozlari, sopal aynak buyumlarning hamma turi digidek yo'qab ketyotidi. Necha yil bo'lgandi. Birarimiz shamdanmi ko'rib boqmabdiman. Amaliyotda kichikgina do'kon narsa keraklar bilan liq to'lgan. Ammo qimmati bor biror narsa tepish asosan mumkin emas edi. Dastigidek yami kichikgina edi. Chunki tomga to'pi besib ketgan, nayt ko'p quruq rasm ramkalari yo'lab qo'yilgan edi. Pukay ichida bir patman burmimiq, boltlar dastlab tizib etilgan, dotlab ketgan iskina, bes yetib ketgan qalam turach. Udul mengib baqqannimi uqul bo'lmaydigan dot besib ketgan qo'l soatlari va boshqa eski tuskalar chechilib yotadi. Bir burjakdagi kichik ustal ustida sirlangan nos qutisi, chiroyli toshdan o'yilgan ayollar ishiltirgan ilmak qatorliq bir muncha ushshaq-tushak turadi. Winston uni buni ko'rayotganda ko'zi chiroq yo'riqida paqirab turgan yumaloq siliq bir narsa tushdi va uni qo'lga oldi. U bir yuzi yumaloq, yana bir yuzi takshi eg'ir aynak bo'lib, xuddi yerim sharg'ili o'xshaydi. Onun rengi ve materyali odamga xuddi yomg'ir suyidek yumshoq, yiqishliq tuyg'u beradi. Bu narsaning o'tirisida holrang, shakli g'alita bir nima bo'lib, gulga yoki dengiz oftob parisiga o'xshaydi. Yumaloq tarafidan qaraganda ko'zga yo'g'on ko'rinadi. Bu nima? deb so'radi Winston qiziqib. Marjon tosh. Ovu ichidagisi, dedi bovay. Cho'qim Hindi okeanning bu. Ilgari buni moshundaq aynakning ichiga elib yasaydi ekan to'q. Ko'rinishidan qaraganda 100 yil burun, hatto uningdan burun yasalgandek qiladi. Chiroyli narsa ekan, dedi Winston. Rostilla chiroyli, dedi bovaymi tasdiqlab. Ammo hozir bundaq narsalarni asosan topqili bo'lmaydi, dedi bovay yutilib. Agar hozir olay deb qolsangiz, $4 qilib berib etaman. Esimda qilishcha, ilgari 8 funtga yaraydi. Hozir qanchalik pul bo'g'aydi? Hey, hisoblab chiqaramadim. Ish qilib, xilili jiq pul edi. Biroq hozir kimning kori bundaq asari atiqalar bilan shuncha az uchraydigan turuqliq. Winston darhol
$4 төліп етіп, o нәрсіні yanchıqoğa saldı. Onu qiziqtirg'ini uning chiroyliligi emas, balkim uningdagi o mansub bo'lgan bugungi butunlay o'xshamaydigan bir davrning purqi edi. Bundaq yumshoq, yomg'ir suyiga o'xshaydigan aynak u ko'rib boqqan boshqa aynaklarga o'xshamaydi. Bu narsaning hech nimaga ishlatgili bo'lmaydiganligi uni bak qiziqtirgan edi. Shundaqdimi u buni bir zamonlarda qog'oz bosqu qilib ishiltibdigan deb faraz qildi. U Winstonning yanchug'ini xilli eg'ir bosdi. Ammo taliga ancha bo'rtib chiqib turmadi. Bu bir g'alati narsa edi. Bir partiya a'zosiga nisbatan buni ko'tarib yurish sal xatarlik edi. Kona shundaqla chiroyli har qanday narsa gumonliq sanaladi. Bovay $4 elib xushalligidan ichilib ketdi. Winston uningga aslida $2-3 bəsimi bo'ldiganligini bilib qoldi. Ustida yana bir uy bor. Qarab baqasizmikin? Ichida jiq narsimi yo'q? Faqat bir qancha poch-porat narsalar bor, dedi u. Agar chiqqingiz bo'lsa, chiroq yondiray, degach, yana bir chiroqni yondirdi bovay. Bovay qo'lida chiroq mukchib mengib Winstonga yo'l boshladi. Ular tek koni palampaydan va bir tar ko'chadan o'tib bir uyga kirdi. Uy ko'chaga qarmaydi. Balki yoypang toshlar yotqizilgan bir saynaga qaraydi. Bu yerdan sanjaq turg'unlar ko'rinadi. Uy go'yo birov yangi ko'chib kirdigandek obdallar saramjonlashtirilib qo'yilgan edi. Polga bir parcha gilam silingan. Tamga bir ikki parcha rasm esilgan. Tam mash bar tamga bo'lsa, cho'ng bir yo'lanchilik yog'och o'rindiq yo'lab qo'yilgan. Tam mashning takchisiga qo'yilgan kona uslubdagi aynak soat chikildab mengib turadi. Bu 12lik soat edi. Darizining ostiga uyning 4dan birini degudak egilaydigan cho'ng karvat qo'yilgan bo'lib, ustida texcha matras bor edi. Xotinim o'lib ketkicha mush uyda turgan edik, dedi bovay xuddi biror ishqa namaqul bo'lgandek qiyofatda. Uydagi saramjonlarni az-azdan setib etdim. Hozir mushu chiroyli qizil qarag'ay karvatli qoldi. Obdaroq tozlavatsangiz ishiltalaysiz, ammo sizga sal kelangsiz ko'rindi haqiqatan. Bovay uyni obdaroq yo'rtish uchun chiroqni egizroq ko'tardi. Bu sus yorug'liqda uy ichi odamning ko'ziga issiq ko'rinadi. Winstonning kalisidan birdilla bu uyni ijaraga ilish xiyoli kechdi. Agar o'zi jur'at qila olsa, balkim haftalikini $1 og'ilib bo'ldigandek qiladi. Bu bakli qo'rqinchli xiyol edi. Qandaq tez kelgan bo'lsa, kalidan shundaq tez qo'g'lab chiqarish lozim edi. Shundaqdimi bu uy Winstonda bir xil qadimni, ajdodlarni seg'inish tuyg'usini uyg'otib qo'ydi. Winston bundaq uyda tursa, qandaq tuyg'uda bo'lganligini bildigandekli qiladi. Tam mashda o't lavuldab kuyib tursa, yo'lanchilik o'rindiqqa o'zingni tashlab, putlaringni put qo'ydigan yeriga qo'yib yetib ketsang, chaynakda choy qaynab tursa, shundaq yolg'iz, jimjit, hech kim seni marab, tinglab yurmasa, faqatla chaynakning qushildigan ovozi bilan soatning chikildig'idan boshqani anglamasang. Bu uyda ekran yo'q, deb tashladi bovay shivirlab. Hey, dedi bovay. Bundaq narsalarni ishiltib baxmadim. Bakla qimmat. Ham menmu buningga bir ehtiyoj bordek his qilmadim. Ha, rost. Avu bulungda bir qatlama ustal bor. Agar yondagi yopqichni ishiltay desangiz, yangi qavat o'rnatishingiz lozim albatta. Yana bir bulungda bir kichik kitob ishkobi bor edi. Winston tuymayla uning yeniga berib qoldi. Uning ichida kitob emas, axlat bor edi. Xuddi boshqa yerlarnikiga o'xshashla, proletarlar mahallaridami uy-uylarni olib qo'ymay kitob yig'ish, ko'ydirish oldi-burun tamomlanib bo'lgan edi. Okeaniyada 1960 yildan burun nashr qilingan biror parcha kitob tepish
asosan degudek mumkin emas edi. Bovay chiroqni tutqanicha karvatning udulidagi tomga esilg'iliq atirgul yog'ichidan yasalgan ramkaga ilingan bir rasmning oldida turadi. Agar navada ilgiri besilgan narsalarga qiziqib qolsangiz, dedi bovay siliqqina. Winston rasmga sinchilab qarab ketdi. Bu bir temir o'yma bo'lib, darizlari chasa, ilips shakllik binoning rasmi edi. Bir rishatka bilan qo'rshalgan binoning oldida bir kichik munar, keyinda bir haykal ko'rinib turadi. Winston buningga qarab bir pas turib ketdi. U bu haykalni taniydigandek his qildi-yu, ammo zodi qaysi haykal ekanligini eslayolmadi. Ramka tamg'a o'rnatib etilgan, biroq sizga ajratib elib bera olmayman. Bu binoni tonidim, dedi Winston oxir. Hozir xarobiga o'ynab ketdi. U adolat ordisining sirtidagi ko'chaning o'ttirsida. To'g'ri. Sud binosining sirtida. Bu yer necha yil burun bombardimon qilingan. Bir chog'larda chirkov bo'lib, ismi Saint Clement Danes edi. İsmi Saint Clement Danes edi. Deb kulimsirdi buvay, xuddi sal qamlashmagan gap qilib silib, apo so'rgandek. Apelsin va limonlar, Saint Clement chirkovi shundoq jaranglar qo'shib qo'ydi buvay. Nima degan gap u? Deb so'radi Winston. Ha, apelsin va limonlar, Saint Clement chirkovi shundoq jaranglar. Bu biz kichik chog'larda o'qiydigan naqsh edi. Davomini bilmayman, ammo eng oxirisida esimda qoldi. Sham keladi karvatqa nurlar choshqili, paltikilar beshingga kesib chopqili. Bu bir usul naqshisi edi. Bu usulda kishilar qo'llarini ichib sunib turadi. Siz ostidan o'tatdingiz. Paltikilar beshingga kesib chopqili degan yeriga kelganda sizni tutib oladi. Amaliyotda bu chirkovning nomlari edi. Londondagi cho'ng chirkovlarning hammasining nomi naqshining ichida bor edi. Winston bu chirkov qaysi asrga tavadu degan xiyolda birdam turib qoldi. Londonning binolarining qurilgan vaqtini aniq bilishi baktas edi. Aniq bilish baktas edi. Yangi ko'rinadigan hayvatlik har qanday bino inqilobdan keyin silingan edi. Aksicha kona, mudhish ko'rinadigan binolar bo'lsa, o'tir asrning deb qaraladi. Kapitalizm hukm surgan asrlarda qimmati bor hech qanday narsa ishlab chiqarilmagan deb qaraladi. Kishilarning bino qurilishlardan biladigan tarixi herkes kitobdan bildiganlardan ko'p bo'lmaydi. Tarixni azroq bo'lsa-mu yo'rtib silish ehtimolligi bor har qanday haykal, o'yma buyumlar, xotira obidalar, yo'l ko'chalarning nomlari sistemalik yo'sinda o'zgartirilgan edi. Men uning ilgari bir chirkov ekanligini bilmaydi ekanman, dedi Winston. Texi qilib qolgan nurg'un chirkovlar bor, rost, dedi buvay. Ammo hozir chirkov emas, boshqa ishlarga ishlatiyotidu. Bu naqshining davomi qandaqdi? Ha, esimga keldi. Apelsin va limonlar, Saint Clement chirkovi shundoq jaranglar. Sen manga 3 farsing qarzdor, Saint Martin chirkovi shundoq jaranglar. Mushunchalik asliyalidim. Farsing hozirgi tiyinga o'xshaydigan kichik mis tangi pul. Saint Martin chirkovi qayerda? So'rdi Winston. Saint Martin u hozirmi bor? Zafar maydonida. Rasm ko'rgazmaxonasining yanida. Oldida yo'g'on darvoza, to'riklari bor
egiz peştaqlıq bina şu. Winston u yerni obdan biletdi. U yer hozir har xil tashviqot buyumlari ko'rgazma qilinadigan bir muzey edi. Ichida raketa, bombalar, laylimi istehkom, dushmanlarning vahshiy yovuzligi tasvirlanadigan Shamda yasalgan haykal rasmlar bor edi. O cherkov burun etizliqdagi Saint Martin deb atiladi. Ammo u atrofda etizliq borligi mening faqat esimda yo'q. Qo'shib qo'ydi buvay. Winston u rasmni setib olmadi. U aynak qog'oz bosqudinmi xatarlik buyum hisoblanadi. Hamda ramkadan ajratib ilinmoqcha uni uyga olib ketish mumkin emas edi. Ammo Winston buvay bilan birdan paranglashib turib qoldi. Buvayning asli ismi Vix emas, balki Charrington ekan. Kishilar cho'qim eshik oldidagi o'yib qo'yilgan xatga qarab Vix deb o'ylab qoladi. Buvay bu yil 63 ga kiribdi. Mushu do'konda turg'ili 30 yildan eshibdi. Shu jarayonda buvay u xatni o'zgartirib etishni izchil o'ylab yuribdi-yu, ammo o'zgartganning nim foydasi borligini kollasi yetmabdi. Ular uzungacha shu to'liq astigida bo'lmagan naqshining gapini qilishdi. Apelsin va limonlar, Saint Clement chirkovi shundoq jaranglar. Sen manga 3 farsing qarizdor, Saint Martin chirkovi shundoq jaranglar. Qiziq. O'zingiz bu naqshini eshitsangiz, xuddi chirkov qo'ng'iroqlarining jaranglayotgan sadosini anglagandek sezimga cho'matdingiz. Londonning yo'qolgan bu qo'ng'iroq sadolari qayerdadir bir yerlarda mavjud edi. Ammo ular burmalangan, unutilgan edi. Winston arvoh kabi chirkov munozaridan orqa-orqadan yangrayotgan qo'ng'iroq sadolarining ichiga g'arq bo'lib ketdi. Halbuki u texi hozirgacha o'z quliqi bilan chirkov qo'ng'iriqining jarangligini anglab boqmagan edi. U Charrington apandi bilan xo'shlashdi va o'zining ko'chaga chiqishdan burun bir qo'r qarib etadiganligini o'ylab, buvayning ko'rib qolmasligi uchun o'zi yolg'iz palampaydan tushdi. Winston yana birer oylardan keyin bu do'konga qaytib bir kelishni allaqachon qaror qilib bo'lgan edi. Balkim bu ish faoliyat markazida olvanqa bir kash o'tkazganga qaraganda xatarlik bo'lmasligi mumkin edi. Do'kondor buvayga ishongili bo'lmaydiganligini jazmlashtirmay turug'liq xotirini setib olib bo'lgandan keyin bu yerga yana qaytib kelishning o'zla yetarlik hamoqatlik edi. Shundaqdimi? To'g'ri, u yana keladi. U shundoq o'yladi. U yana chiroyli axlatlarning ichidan yana ba'zi narsalarni ilishi mumkin edi. U bu cherkovning rasmini ramkasidan ajratib olib, paltosining ichiga tiqib akilishi mumkin edi. Yana Charrington apandimning xotirasida qilib qolgan boshqa naqshlarni ko'chilab beqish mumkin edi. Hatto bu uyni ijaraga elishdek saranglarcha xiyolmi kallasidan chaqmoq chaqqandek o'tib ketdi. Bayamqi 5 minutlik naqsha qo'yniga g'arq bo'lish uni parvozsiz qilvatdimi tong, u darizidan beshini chiqarib ko'chini ko'zitib boqmayla chiqaverdi. Hatto u bayamqi naqshini g'ingshib etishni boshlab ketdi. Apelsin va limonlar, Saint Clement chirkovi shundoq jaranglar. Sen manga 3 farsing qarizdor, Saint Martin chirkovi shundoq jaranglar. To'satdan Winstonning butun ich a'zoyi muzlab, jini halqumiga tiqilib qoldi. Oldi tarafdan partiya formasi kiyib olgan biri kelyotdi. Ularning orasi 10 metr muqammagan edi. U heliqi qora chochli qiz edi. Kun xeyli qorong'ulashgan bo'lsa-mu, uni tonish qiyin emas edi. U qiz Winstonning ko'ziga shundoq bir qaradi va xuddi ko'magandakla yo'liga mengayverdi. Winston bir necha sekund xuddi palash bo'lib qolgandek qadamlarini yo'tkayolmadi. Ondan u o'ngga burilib, ig'ir qadamlar bilan mengib ketdi. Hatto u o'zining xato yo'nalishga kirib qolganini bilmadi. Qandaqli bo'lmasin, bir savolning javobi yeshildi. Qora chochli qizning uning kayniga tushganligidan endi hech qanday gumon qolmadi.
Qora chaşlıq qızning uning kayniga tushganligidan endi hech qanday gumon qolmadi. U jazman Winstonga agishib bu yergacha kelgan edi. Chunki partiya a'zolarining mushundaq kechda, mushundaq orqa ko'chalarda yurishi, uchrashib qilishi hargizmo tasodifiylik emas edi. Uning ustiga bu yer partiya a'zolari turadigan yerdan bakli yiroqda bo'lib, udul kep qilishi asla mumkin emas edi. U qizning endi rasmiy ideya soqchisining odami bo'lishimi yoki aktiv ishdan sirt shpion bo'lishimi mumkin muhim emas edi. Winstonni paylab yurganligining o'zila yetarli edi. U qiz Winstonni boya qavoqqa kirgandila ko'rgan bo'lishimi mumkin edi. Uning mengishi qiyinlashdi. Yonchug'idagi heliqi aynak har qadamda uning yonpishig'i tegib beoram qilibdi. Winston uni tashlab ya deb sal ikkilinib qoldi. Eng yomoni uning beli chidg'usiz og'rib ketdi. U biror hojatxonaga berib olmasa, xuddi o'lib ketadigandak tuyulib ketdi. Ammo bundaq chat bulunglarda ommaviy hojatxona yo'q edi. Bu jiddiy og'riqmi asta qo'yib berdi. Ammo yanada bir damgacha og'riqning ta'siri ketmadi. Bu bir xalta ko'cha edi. Winston nima qilishni o'ylab birdan turib qoldi. Ondan kayniga burilib, kelgan tarafga yondi. U kayniga burilganda, u qizning o'zining oldidan o'tib ketgili endi 3 minutcha bo'lganligini his qildi. Balkim u qora chochli qizga yetisha olishi mumkin edi. Winston uning izidan paylab menib, xilvat bir joyga kelganda tosh bilan kollasiga birini qo'yibla o'ldirib talishi. Balkim yonchug'idagi aynak parcha bilanmi bu ishni bajargili bo'lishimi mumkin edi. Ammo u darhol bu xiyoldan voz kechdi. Chunki uning shu topda undaq jismoniy quvvati yo'q edi. U yugurolmaydi. Kelishtirib bir nima salolmaydi. Uning ustiga u qizmi yosh, qovul, o'zini qo'g'diy olaydi. U yana hozirla faoliyat markaziga berib, u yerda hamma odam tarqalg'ucha turib, o'zining bugun kechda mushu yerda bo'lganligiga isbot tayyorlab qo'yishni o'yladi. Ammo bu asla mumkin emas edi. Shu topda uningda qilchilik mador qolmagan edi. Uning hozir o'ylaydigani uyga balduroq qaytib, tinchlanib olish edi. U uyga kelganda soat 22 dan oshgan edi. 23:20da chiroq o'chirildi. U oshxonasiga kirdi va Zafar orcha harqidan yarim piyola ichdi. Ondan yeliq ustalning yeniga berib, o'rindiqda o'tirdi va tortmadan xotirasini oldi. Biroq u xotirini ilibla oshmadi. Ekrandan bir ayolning chirqiroq ovozda aytgan vatanparvarlik naqshisi yangrashga boshladi. U ekrandagi ovozdan qutulish uchun xotirasining muqovasiga tikilib, xayol surib boqqan bo'lsa-mu, foydasi bo'lmadi. Ular odatda sizni tutquli doim kechida keladi. Ishning o'ngi ularning qo'liga tushib qilishdan burun o'lib edi. Ba'zi kishilar shunday qilgan edi. G'oyib bo'lganlarning nurg'uni amaliyotda o'lib olganlar edi. Biroq miltiq tapancha yoki tez ta'sir qiladigan zahar degandek narsalarni topqilib bo'lmaydigan bundaq yerda o'lib olishqimi zo'r jur'at ketadi. U og'riq va qo'rqinchning odamni biologiya nuqtasidan qardan chiqardiganligini, odam biror harakat qilay deganda badanning odamga bo'ysunmaydiganligini o'ylab hayron qoldi. Agar Winston g'ach-g'uch bo'lgan bo'lsa, balkim qora chochli qizni jimiq tura olishi mumkin edi. Ammo uningda o'zi yo'liqadigan xatarning g'oyat zo'r vahimasidan harakat qilgudak mag'durmi qolmagan edi. U odamning xatarlik paytlarda tashqi dushman bilan emas, balki o'z badani bilan kurash qildiganligini o'ylab cho'chidi. Hozirning o'zidimi garchi orcha hariqi ichib olgan bo'lsa-mu, belidagi og'riq uning üzüp qo'ymay fikr yurgizishiga qarshilik qilib turadi. U har qanday boturona yoki tragediyalik daqiqalardami mushundaq bo'lgandek his qildi. Jang maydonlarida, qiynoqxonalarda, cho'kayotgan kemida bo'lib qolganingizda siz kurash qilayotgan nishonni unutib ketishingiz tan shu daqiqadagi birdan bir g'amga o'ylanishi mumkin edi.
Hatto sizning qo'rqinish yoki og'riq azobidan jiningiz chiqib ketmagan taqdirdami, hayot sizga nisbatan 1 minutdan ochliq, uyqusizlik, hatto ichishayotgan oshqozon, og'riyotgan tishlar bilan kurash qilish jarayoniga aylanib ketishi muqarrar edi. U xotirasini ochdi. Ba'zi narsalarni yezib o'tish muhim edi. Ekrandagi ayol yangi bir naqshini boshladi. Uning ovozi xuddi ushliq aynak parchasidek Winstonning mingsiga sanjilishga boshladi. U xotirasini atab yezayotgan O'Brien va shuningga o'xshash odamlarni o'yladi. Ondan ideya soqchilari uni tutgandan keyin nima ishlar bo'lganligini o'yladi. Sizni darholla o'ltirib maylidi. O'ltirilish siz orzulaydigan ishga aylanib bo'lgan edi. Ammo o'limdan burun jinoyatni topshirish hammaylar buni tilga olmasimi, shundoq bo'lganligini biladi. Qatorliq bir qator ishlar bor edi. Tazim qilib gunohingizni rahim qilishni tilab nola qilatdingiz. Süngəklaringiz çeqilib, tishlaringiz ezvitiladi. Çaşlarınız qonga milinib ketadi. Oqibati baribir o'xshash o'lim bo'lgandikin, yana nima deb bu qiynoqlarni tetish kerakkan? Hayotingizni bir necha kun yoki bir necha hafta burun oxirlashtirsangiz nim bo'pti? Tekshirishdan o'talgan, jinoyatini topshirmagan odam chiqib boqmagan edi. Navoda ideya jinoyati bilan ayblanib qaldingiz, o'lim sizga nisbatan faqatla bir vaqt masalasi bo'lib qoladi. Xolos. Undaqda hech nimani o'zgartirmaydigan bundaq qo'rqinish vahimini cho'qim yo'q umidlar bilan kutish kerakmi? Winston apandi O'Brienning obrazini ko'z oldiga ozto'la akiladi. Biz qorong'ulik yo'q yerda ko'rishimiz degan edi O'Brien uningga. Winston buning ma'nosini biladi yoki bilaman deb o'ylaydi. Qorong'ulik yo'q yer, hech kim ko'rolmaydigan tasavvurdagi kelgusida edi. Buni boshqalar bilan faqat bishorat yo'li orqali sirliq ravishda o'rtoqlashqili bo'ladi. Ammo ekrandagi ovozning quloqiga to'xtamay urilishi bilan Winston xiyollarini davomlashtira olmadi. U sigaretdan birini tishladi. Uningdagi tamakining yermi Winstonning tilining ustiga tushdi. Uni tükürvetken taqdirdimi, uningdagi ochiq to'pining ta'mi odamning tilida qoladi. Winstonning kalasidagi O'Brienning o'rniga Xo'ja aka almashdi. Bir necha kun burunqidek Winston yonchug'idan bir tangin ilib uningga qaradi. Bu yuz uningga salmoq, ig'ir bisiq, mehribonlik nazarda tikilib turadi. Ashu qop-qora burutning ostiga yo'shirnig'ini qandaq bir kulki bo'g'aydi. Xuddi ig'ir jaranglayotgan halokat signaldek munu so'zlar yana Winstonning kalasidan kechdi. Urush tinchlikdir, hurlik qulluqdir, nodonlik qudratdir.